Aziz do'stlar. Kep qoldik shekilli o'zi. Gap bunday. Men hali aytganimdek sizlarga o'xshagan mehmonman men ham. Men bu yerga ofitsialni to'yda o'tkazish uchun va'da berganim yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun o'zlaringizga qarang. Bu sizni hurmatingiz. Men shu yerda turib ashula aytayapman. Agar o'zingizni hurmatingizni o'zingiz bilsangiz yaxshi turing. Bo'lmasa men o'zimni vazifamni bajardim. Ikkita qo'shiq aytishim kerak edi, 4 ta aytdim shekilli. Shuning uchun agar tek turadigan bo'lsangiz yana bir dona qo'shiq aytaman, keyin o'zi shu to'yni o'tkazadigan hofizlarga so'zni beraman deb keyin menga javob beradi. Iloji yo'q bo'lsa uyimga boring. Gap bor sizga. Devreni keyrak aling bahar bahar oynasın. Devreni keyrak aling bahar bahar oynasın. Karsey çaling cananalar oynasın. Özbekni sanatını yoyib bütün alem ahliga Şirmandani zarbidanay tekrar oynasın. Şirmandani zarbidanay tekrar oynasın. Devreni keyrak aling bahar oynasın. Karsey çaling cananalar tekrar oynasın. Andijonli yigitleri keng davrada qo'shiq aytsa, Andijonli yigitlari keng davrada qo'shiq aytsa, go'zal qizlar charx urib aliyar oynasın. Devreni keyrak aling bahar oynasın. Karsey çaling cananalar tekrar oynasın. Tekrar oynasın. Alım candir qo'shiqni shul hofiz kuylasin da qizlar halu ma'mura gulnoralar oynasın. Qizlar halu ma'mura gulnoralar oynasın. Devreni keyrak aling bahar oynasın. Karsey çaling cananalar tekrar oynasın. Tekrar oynasın.